Toshkent mega tirbandlikka tayyorlaning. Gap shundaki, 2026-yil 31-iyuldan 3-avgust kuni soat 22:00 gacha Oqqo'rg'on ko'chasining Osiyo ko'chasidan Mustaqillik shoh ko'chasigacha bo'lgan bir tomonlama qismi hamda Parkent ko'chasining Mustaqillik shoh ko'chasidan Kichik halqa yo'ligacha bo'lgan qismi avtomobillar harakati uchun vaqtincha yopildi. Shu sababli quyidagi avtobus yo'nalishlari vaqtincha o'zgartirildi. 88, 89 va 95 sonli yo'nalishlar Parkent ko'chasi tomon Oqqo'rg'on, Katta Darg'on, Kichik halqa yo'li, Parkent ko'chalari orqali harakatlanadi. 17 va 24 sonli yo'nalishlar Buyuk Ipak yo'li, metro bekati tomon Oqqo'rg'on, Katta Darg'on, Kichik halqa yo'li, Parkent, Mirzo Ulug'bek ko'chalari orqali qatnaydi. 60 sonli yo'nalish Buyuk Ipak yo'li metrosi tomon Shahrisabz, Maxtumquli, Mirzo Ulug'bek ko'chalari orqali harakat qiladi. 58 sonli yo'nalish Do'stlik mavzesi tomon ekskavator zavodi bekatidan Kichik halqa yo'li, Maxtumquli, Shahrisabz ko'chalari orqali harakatlanadi. 62 va 70 sonli yo'nalishlar esa Parkent va Muhammad Yusuf ko'chalari orqali harakatlanib, Muhammad Yusuf ko'chasidagi so'nggi bekatgacha qisqartirilgan holda xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, ta'mirlash ishlari davomida mazkur hududlarda tirbandliklar yuzaga kelishi, avtobuslar harakat jadvali va oraliq intervali odatdagidan biroz uzayishi hamda zarurat tug'ilganda yo'nalishlarga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Haydovchilar va yo'lovchilarga safarlarni oldindan rejalashtirish hamda muqobil yo'llardan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu xabarni Toshkentda avtomobil boshqaradigan yoki jamoat transportidan foydalanadigan yaqinlaringizga yuborib ogohlantirib qo'ying. Zero ogohlik davr talabi. Poytaxtdagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni toshkentliklar 24 kanalda kuzatib boring.